Mana bu sharob ekrani oxirigacha yopilgan. Qulay-ku, lekin tez buziladigan narsa ekanda bu. Endi mana shuni almashtiramiz endi. Remont qilib ko'rishga harakat qilib ko'ramiz. Mijozimizga ichkariga srochno suv kerak ekan, buni hozir zaguzka qilib qo'yamiz. Ishimizni davom ettiramiz sekin-asta, shoshilmasdan. Biz to'g'riladik. Mana ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa endi parod qilmaydi. Ishlayapti, ko'rasizlarmi? Yopiq. Teknologiya. Sotib olib yurmanglar. Atak bir harakat qilib ko'rsanglar, uni to'g'rilasa bo'ladi hamma narsani. Ko'rib turganingizdek, mana kraningni to'g'riladik. O'zini remont qildik biz. Tekshirib ko'ramiz. Mana bitta ham suv chiqmayapti.